Amerikada yaşayotgan shoir Tahir Hamid Ezgelning Kechida tutqun qilinishni kutish nomli romani inglizcha nashr qilingandan keyin nufuzli taratqularning diqqatini tortdi. New York Vaqt gazeti, Davr va Washington pochtasi nomli matbuotlar orqa-orqadan bu asar haqida obraz va ziyorat xotiralarini e'lon qildi. Mazkur asarda Xitoyning keng ko'lamli tutquni avj olgan vaqtdagi vahimalik vaziyat avtorning kechirmishlari orqali yoritib berilgan. Avtor o'zining chet elga chiqish jarayoni orqali Sharq Turkistondagi har soy kishilar duch kelayotgan tuyuqsiz tutqun qilinish, lager va turmalarga qamalish vahimasini aks ettirish bilan birga Xitoyning Uyg'ur millatini va madaniyatini qanday yo'q qilayotganligini yoritib bergan. O'tgan hafta Twitterda tarqalgan 71 yoshli mahbus Abdurasul Mamatning 12 yosh vaqtida dadasidan Qur'on o'rganganlik uchun kesilib ketganlik uchuri xalqaro jamoatning kuchli diqqatini tortgan edi. Ma'lum bo'lishicha, 1952-yil tug'ilgan va 65 yoshida kesilgan Abdurasul Mamat tutqun qilingan vaqtida salomatligida masala yo'q ekan. U turmada qon besim kasali sababli jon uzgan. Yaqinda Shohid biz to'g'ri tarqatgan bir Twitter uchurida Qashqarda bir mahbusning tutilishidan 52 yil burun dadasidan Qur'on o'qishni o'rganganlik uchun 13 yil 11 oylik kesib o'tilganligi xabar qilingan edi. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoyning harbiy kuch ko'rsatish harakatining Janubiy va Sharqiy Xitoy dengizlari va Tayvan bo'g'izida yer shari xarakterlik ta'sir bo'lishi mumkin deb ogohlantirdi. Von der Leyen Filippin ziyarati jarayonida Filippin sudi munbirida qilgan so'zida o'zlarining bu davlat bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirib, endi Tinch okean rayonining davlat bexatarligini kuchaytirganligini aytdi. Xi Jinping Xitoy Kompartiyasi armiyasining qurilganligini tabriklash kunida Xitoy armiyasidan urush qilish iqtidorini kuchaytirishni talab qildi. Amerika ovozining xabar qilishicha, 1-avgust Xitoy Kompartiyasi quruqliq armiyasining qurilgan kuni munosabati bilan Xitoyning rasmiy taratqullari Xi Jinpingning yaqinda Xitoy armiyasi g'arbiy urush rayonini tekshirganligi va Xitoy askarlaridan zamonaviylashishni tezlatib, tayyorlik va urush qilish iqtidorini kuchaytirishni talab qilganligi haqidagi xabarlarni bas-bas tarqatishgan. Ba'zi tahlilchilar Xitoyning harbiy kuchini ko'z-ko'z qilish orqali siyosiy uchur tarqatayotganligini o'ttirg'a qo'ygan. O'zbekiston Davlat Mudofaa Ministrligi uchur va ommaviy axborot tarmoqlarining e'lon qilishicha, UZAS 2023 nomli O'zbekiston Ozarbayjon birlashma harbiy manevri bu yil 27-iyuldan 1-avgustgacha Toshkent rayonidagi Cherchik mashq maydonida o'tkazilgan. Egilinishcha, Xitoyning shimolidagi Xubey o'lkasida tayfun bo'rni keltirib chiqargan kelkun sababidan 1,200,000 odam tarqoqlashtirilgan. Seriq daryoning ko'p tarmoqlaridan uchrashish nuqtasi bo'lgan bu o'lkada nurg'un nahiya, yezi bozor va kentlar suv ostida qolgan.